Tozliq va poklik vazifasi. Birinchi qism. Huh? Huh. Hop. Odatda bundaq vaqtlarda Qobil kep bo'ladi, nemishqa kelmaydikin? Balki u kasal bo'lib qolgandi. Qobilning nadaligini biroz sanab bilmamsizlar? Astagfirullah. Voy. Ballar, qo'rqmanglar. Chaqna chaqqanda nima qilishimiz kerakligi esinglardimi? Biz duo qilamiz. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. Ballar, ders vaqtimi bo'ldi? Balkim Qobil bugun kelolmas. Darsni boshlayveraylik. Bismillahirrahmanirrahim. رب زدني علما وارزقني فهما. Wah. Qobil, Qobil, qayerda eding? tezkir bolam, tala yomg'irg'i. Hey. To'xta, üstün kirgan, oldin yuvib chiqqin. Qobil, qayerdan buncha kir bo'lib kelding? Yiqilib tushdingmi? Qobil, qayerda eding o'g'lim? Ustoz, aniqi, nim bo'ldi? Inna? Yo'q. Yo'q, to'xta, Inna, yo'q, to'xta, Inna, yo'q, to'xta, Inna, yo'q, to'xta. Oxiri sen tutdi. Ustoz, Qobilmi keldi? Endi darsni boshlaylikmi? Nima? Sizlar shundoq kir holdinglar, dars boshlamoqchimi? Nima, dars boshlasak bo'lmamda? Albatta bo'lmaydi. Sen oldi bilan usti-beshingni pokiz tozalashing kerak. Sen bu ahvolda masjidga kirib, masjid kir bo'lib ketdi. Qur'onni kir yerda va kir ahvolda o'qig'ili bo'lmaydi. Qaranglar ballar, biz nejis ahvolda masjidga kirib namoz o'qiy olmaymiz. Nijosat degan nima, ustoz? Nijosat kir yoki maynatlikni bildiradi va Allohga ibodat qilishimizga ta'sir yetkazadi. Nijosatning 3 turi bordir. Birinchisi najas muxaffafa,
ikkinchisi najas mutavassita, uchinchisi najas mughallaza. Qobildagi najas mutavassita, ya'ni o'ttira hol nijosat deyildi. Uni pokiz bo'lib bo'lguncha yuvib tozalashimiz lozim. Yana bundaq nijosat bilan qobil masjidga kirolmaydi. Chunki bizning dinimizda masjidga kir ahvolda kirish mumkin emas. Masjid muqaddas joy hisoblanadi va u yerga kirganimizda doim pok holatda bo'lishimiz lozim. Shundoqmi bolalar? Endi qandoq qilamiz ustoz? Masjidning hamma yeri kir bo'lib ketdi-ku. Hech qisi yo'q. Hozir sizlar o'zinglar tozalag'ach turinglar. Men berib kiyimimni almashtirib kelay va shuning bilan darsimizni tugataylik. Ma'qul dada. Qobil,